Bugun do'stlar, bir tal mashinadan yan tarafni litiy qilib, bugun yo'l to'qib yetib chiqamiz. Ve çağırıyoruz, akat qo'yib yo'q do'stlar, men qaranglar. Ular funchi ardi, funchini nada araymiz deganda, tuyuq deganda ne? 20 barmoq ustiga araymiz. Arbafni nada tarsa bo'ldi. Biz ardoq ishimiz bo'ldi. 20 barmoq ustiga. Buni muhitda biz araymiz. Yani arpa olgan keyin araymiz. Biz shuning uchun arpa olgandan keyin 6 millida olamiz yan tarafdan. Jushonchi holatda. Ikki oldinda tikishimiz. Yan napolda ham keyin olamiz. Keyin tarafni o'tirib boshlaymiz. Hozir siqalar tikishimiz. Jushonchi olmaymiz. Siqalar tikib olamiz. Tarafni 6 milli olib qo'ygandan keyin machiklar, yana tarafni o'shamiz kishi mashinada. Boshdan fojishani boshlaymiz. Siz aldoq mashina tartibroq yana birimiz yana. Hamma qilmay bir chekib olamiz. Siqalar kemin shundoq. Bakın kendime okşaş. 20 çemberden birisi saklandı. Kendi internet tüzülü ötümüze. Bo'ldi, men birisi keyin tuz chiqdi.